Sizni turishingizdan testosteron juda ham past ekan. Dardim bor, dardim bor. Baka uying bo'layin. Baka uying bo'layin. Qorlar bor, qorlar. Aka, qayting. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aka, qorlar bor, qorlar. Olasizmi qorlar? Hamma joy qora uka. Bu qorda qanaqa Aka, bor? bu qorni xususiyatini bilganingizda Direktiv aytasiz. xususiyatlarini buni. Aka, qayerdansiz? O'zbekiston. Bu yerda qor bor. O'ylanyapsiz. Aha. Bu bola nimaga qor sotyapti? Hamma yer qor deyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, bu qorlar sizniki emas. Bu bir. Ikkinchidan, bu qorlarning xususiyati aka 10 yil yoshartiradi odamni. Ya'ni bilaylikchi bo'lmasa, bashartirishini bo'lmasa, Aka, uning uchun siz qordan olib ko'rishingiz kerak. Sizni turishingizdan testosteron juda ham past ekan. To'g'ri. Yuzingiz aytib turibdi aka. To'g'ri. Agar shu qordan yesangiz testosteron ham ko'tariladi aka. 10 yilga yosharasan.